Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli jamoat, qanday yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana Islomoboddagi jome masjidda turibmiz. Shu yerga bir ikkitash temir navis qilaylik deb harakat qilyapmiz. Xudo xolasa, masjidni ko'rib turibsizlar. Mana masjid ko'paygan sari odam ham ko'payyapti, Xudoga shukr. Qancha masjid bo'lsa to'laveradi ekan. Mana yozlarda, jumalarda, janozalarda mana tashqariga odam chiqib ketyapti. Bahar, kuz, qishlarda yomg'irda ham qolib qolyapti shu yerda. Ehtiyoj bo'lganligi uchun shu yerga bir naves qilaylik deb harakat qilyapmiz. Xudo xolasa shu navesni boshlayapmiz, birodarlar. Shuni bir e'lon qilib qo'yaylik deganimki, shu yerga bir sadaqaga joriya qilaman deganlar bo'lsa, mana hissasini qo'shib qo'ysin. Qancha odamlar namoz o'qisa, Xudo xolasa shu savobidan ulush bo'ladi, birodarlar. Shuni bir e'lon qilaylik dedik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, bizning qishloqda, To'tiya qishlog'imizda mana naves qilinganiga ham 2016-yil masjid ochilgan bo'lsa, 17-yilda qilganmizda odamlar sig'may qolgan. Kecha janozada ham yerda o'tirib qolishdi yomg'irda. Bu naves deyilmaydi, Xudo xolasa. Bu ham masjidning hukmida bo'ladi, to'liq. Shu masjid safti davomi shu yerda bo'ladi. Masalada, hayitda, jumada, janozada, mana taravalarda ko'p jamoatlar bo'lyapti. Shu yillar bo'yicha o'sha yer ishlayapti. Shu masjidimizni navesini, shu masjidga qo'shamiz deganda bir kishi kelib boyagi to'rtburchakdan 12 ta bo'lganda 12 ta to'rtburchak bo'linganda birinchi men bittasini olib qo'yaman deb aytuvdi. Hozirgacha shu kishi o'zi ham tirik aytib turaman. Siz boshlab yuborgansiz, siz sababchi bo'lgansiz deb qo'yaman. Ota-onam nomidan, o'zingiz bir boshqalar nomidan shu yerga qancha odam necha marta kelib namoz o'qiydigan bo'lsa, Xudo xolasa savoblari borib turadi. Bitib ketadi. Bugungacha ishlarni juda ko'pi bitib ketdi. Bu ham bitib ketadi. Kimdir qissa qo'shsa ham qo'shmasa ham bitib ketadi. Biz sizga ilinyapmiz. Shu narsaga siz ham qissa qo'shib, dunyo oxiratingizga foyda bo'lsin deb Xudo xolasa boshlayapmiz. Men o'ylayman, bir 300 so'm, 500 so'm, 5000, 10000 qarab turadigan odamlar yo'q, hammamiz hissamizni qo'shamiz Xudo xolasa. Inshaalloh. Domon duo bersin, bo'lmasa duoman. Duoman boshlaymiz, domon. Amin. Amin. Alloh taologa mana shu boshlagan yaxshi ishimizni nihoyasiga yetkazsin. Hammaga kuch-quvvat bersin. Alloh taolo hammani mol-dunyolarga barakat bersin. Gunohlarni mag'firat qilsin. Alloh taolo himmatlarini bundan ham baland qilib, hamisha to umrimiz oxirigacha mana shu yaxshilik ishlardan benasib qilmasin Alloh taolo. Alloh